Men Qosimxo'jayeva Shohida Hasanboyda turaman. Shu yerga mana Jamshid akani oldiga igna terapiyaga kelgandim. Xo'jayinim insul bo'luvdilar, shularning orqasidan men ham olyapman. Muolajalari juda yaxshi, insullarni yaxshi davolar ekanlar, yurg'izib olar ekanlar. Xo'jayinim qaltiroqlari ancha ketdi. Meniki ham ancha yengil bo'lyapman. Menda grija bor edi. Siz kecha olishni boshladingiz-a? Ha, ikkinchi kun bugun уже sira sezdim. Davlenam baland yurardi, davlenam tushdi. Xudoga shukr. Shunda xo'jayiningizda yana qo'shimcha ko'zlari siqilib qolganda ochilmas. Ha, ocha olmasdilar. Qattiq gapirardilar. Yo'q, ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Ayniqsa miya juda qiynayotdi, bosh tomonlari. Boshlari o'zlariga keldi. Endi bitta anaqasi hozir qadam tashlayaptilar, yuribsalar, undan nur ustiga a'lo. Endi ularga 4-kun, menga 2-kun bo'ldi. Menda o'zi sirasi o'zgarish bo'ldi. Yengil bo'lgan. Ularda shu ko'zlari 2-kun ochilib anaqa bo'ldi. 2-kun, yo'q, 1-kun o'zida ochildi. 1-kun o'zida ochildi. Qaltiroq necha kunda qoldi? Qaltiroqlari mana kecha o'sha o'tgan kuni ham o'sha 1-kundan pashti ko'zlari ham, qaltiroqlari ham sira yo'qolgani hayron qoldim. Qaltiroq yo'q hisob. Endi bu yog'iga yurg'izib olsangiz bo'ldi, Xudoga shukr. Shifo Allohdan endi. Shifo Allohdan, Xudoga shukr. Mani shunchalik bor ekansizlar bu yoqda bilmay yurgan ekanmiz. Tan joningiz sog' bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat sizga, shunchalik biza yengil bo'lganimizga xursand bo'lib ketyapmiz. Allohimga behisob shukronalar bo'lsin. Mana kichkina qisqa payt ichida Alloh taolo beraman hech gapmas ekan. Allohga oson. Allohimga behisob beadad shukronalar bo'lsin, hamd sanolar bo'lsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat sizga ham. Rahmat.